Assalomu alaykum dangasajonlar. Man sizlarga yana bugun yangi retseptim bilan keldim. Bu mani o'zimni firmenniy salatim. Men ko'p choyxonalarda salatchi boshlaganimda shu salatdan ko'p foydalanganman va hozirda ham to'y marosimlarga ko'p qilib beraman. Zakazlarim birinchi bo'lib tanlanadigan salatlardan birinchisi mana shu bo'ladi. Hozir men sizlarni shu salatni sizlarga qilish jarayonini ko'rsataman. Buning uchun kerak bo'ladi bizga 3 ta tuxum, 4 ta baqlajon, bodring, pomidor, bolgarskiy tabga ko'ra, bunday pripravalar tayyorlab qo'yganman. Tuz ham tabga ko'ra, salat yog'i. Baqlajonlarni mana shunday qilib to'g'rab olamiz hamma vaqt. Bu to'g'rashni tushunmay qolmasliklaring uchun mana shunday bo'lasizlar. Bitta baqlajonni to'rga, mana shu holatda to'g'rab olasizlar. Shunday sho'r suvda turgan baqlajonlarning suvini to'kib tashlaymiz, qisib olamiz va bularni barisini bitta-bitta tuxumga solib, oldindan qizdirib qo'ygan yog'imizda oldini qizil qilib pishirib olamiz. Gaz baland bo'lmashi kerak, bularni chunki ichi pishmay qoladi. Hamma internetda ko'radigan qarsilloq baqlajondan emas. Buni ta'mi undan ham zo'r chiqadi. Ishonaveringlar. Hozir buni qovurishga ketdik. Mana shunday past gazda o'rta olovda pishirasizlar. Teginmaysizlar, bir-biriga yopish kerak emas. Orqa oldi qizarguncha o'girib pishirib olasizlar. Chunki ichi pishmay qolmasligi uchun buni sekinroq, o'ta sekin ham qilish kerak emas, chunki mo'y yutib oladi. Hozir bizda bu normal holatdagi gaz. Mana shunday qilib qovurib olasizlar. Bularni hammasini qovurib bo'lgandan keyin qolgan jarayonlarni ko'rsataman. Men videoni hali unchalik olishni bilmayman, chunki endi o'rganyapman. Uyda yolg'iz bo'lganim uchun buni bo'lib olishga to'g'ri kelyapti. Mana qovurish jarayonlari tillarang holatga kelyapti. Biroz turgach ko'tarib olamiz. Qizlarjonlar, oxir paytda mana shunaqa yog' biroz ko'piradi, lekin sizlar bundan hech xavotir olmanglar. Ara-arada kavlab qizarayotganini kuzatib tursalaring bo'ldi. E'tiborsiz bo'lsalaring qizarib ketishi mumkin. Lekin mana shu boshida turib kavlab ko'rasizlar. O'zi sal ko'priga qilganda, qizarishni boshlaganda ko'pigi ham pasayadi. Qizlarjonlar, sizlarda ham shunaqa odat bormi? Men mana shu tushgan dog'ni qo'lim kuysa ham tozalamasdan salat qorishtirmayman. Mana shu yerda oldin yig'ishtiraman, keyin salatga o'taman. Kimda shunaqa odat bor, yozinglar kommentariyaga. Mana qizlar, chiroyli qilib qovurib oldik. Endi bunga sovutganimizdan keyingina masalliqlarni qo'shib boramiz. Boya aytganimdek, mana bu pripravalar hammasi bitta kichkina qoshiqchada o'lchangan. Men chesnok sal ko'proq solyapman, chunki uyda hamma shamollaganligi tufayli sal ishtahaga kirish uchun. Mana buni soldik biza. Salat yog'ini solamiz. Bu yerda salat yog'im sal ko'proq, 3 qoshiq yetarli bo'ladi. 2-3 qoshiq. Mana bu barcha masalliqlarni solamiz. Bu yerda sizlarga fishka joyi degan joyim mana shu pripravalar ichida bor bitta fishka edi. Hozir uni ham aytib o'taman. Uksus kichkina qoshiqchada soldim va yaxshi aralashtirasizlar. Endi buni fishka joyiga kelayotgan bo'lsak, buni ichiga обязательно yaxshi toza zira solasizlar. Toza zira bu salatni ta'mini vobshe o'zgacha qilib beradi. Yegan odam buni baqlajonligini umuman ajratolmaydi. Baqlajonmikin, tavuqmikin, nima ekan deb orqasidan qidirib, kelib so'rab ketadi. Uksuslarini solib, pripravalarni solib, kislotlarkasini tekshirasizlar. Ozroq nordon bo'lsa, ozroq shakar solasizlar. Agar nordon yaxshi ko'ruvchilar bo'lsa, solish shart emas. Lekin buni o'zi hozirgi shu retseptimizda kislotlarka bo'lib chiqadi. Mana hamma narsasi me'yorida bo'libdi. Men darsh tatib ko'rdim ham. Faqat bironta ozroq zelin kamlik qildi. Uni necho'z bezelin ham bu safar qilsak bo'ladi. Buni hozir yesalaring ham bo'ladi, lekin buni aslida xolodilnikga qo'yib 1 soat, yarim soatdagina yesalaring, unda so'qlari o'ziga shimib, marinovkalar o'zgacha bo'lib turadi. Uni vobshe ta'mi boshqacha bo'ladi. Kimga shunaqa salatlar to'yga zakaz kerak bo'lsa, murojaat qilishlaring mumkin. Mana yarim soat o'tdi, biz salatni ochib ko'ramiz. Mana salatimiz turishini qaranglar, qanday chiroyli. Agar bunga ukrasheniyalar bo'lganda, bundan ham zo'r bo'lardi. Endi hozir tatib ko'ramiz. Mana so'qlarni o'z ichiga ichgan, hattoki pomidorlar ham so'qlarni o'z ichiga ichgan. Buning ta'mi hozir menimcha udar. Dahshat chiqdi. Nima deb o'ylaysizlar, dangasajonlar? Shu salat menga qanchaga tushdi?
kimga shunaqa salatlar ketyapsa zakaz qilinglar, atak qilib berishim mumkin.